Til o'rganayotganda to'g'ri kitobdan foydalanmaslik nafaqat umrliklarni yeydi, motivatsiyani ham tushirib yuboradi til o'rganayotganda. Bugun sizga ikkita kitob lug'at tavsiya qilaman, lekin undan oldin mana shu kitob haqida gapirib o'tmoqchiman. Bu kitobni agar men tajribamni o'tkazmaganimda gapirib chiqmasdim bunaqa ishonch bilan. Xo'p, xotirasi bir yomon o'quvchim bor edi. Bu kitob o'zi qo'limga birinchi marta olganimda sayozligini his qilgandim, lekin o'sha o'quvchimga balki ishlar deb bir oy ishlatib ko'rganman-da, keyin to'xtatganman. Sabablari: bu kitobda birinchidan berilayotgan so'zlarning ko'pchiligi kunlik hayotimizda ishlatilmaydi. Ya'ni aynan til o'rganayotgan o'quvchilarni bu qanaqadir kayfiyatini tushirib qo'yadi. Yodlayapsan, lekin ishlatmayapsan. Ikkinchi kamchiligi: na bu kitobda berilayotgan so'zlarning sinonimi berilgan, na antonimi berilgan, na ularni kontekstda ishlatilishi berilgan. Ya'ni o'quvchi so'z faqat quruq o'zini yodlaydigan bo'lsa, foydasiz. Mana bu kitoblarni ko'rsanglar, masalan, Building Vocabulary. Qarang, bu kitobda nafaqat so'zlar berilgan, sinonim topish kerak, kontekstda ishlatilishlari va unga mos juda ham o'ziga yarasha mashqlar berilgan. Va bunisi ham xuddi shunaqa. Bu kitoblarni men reklama qilmayapman. Ko'pchilik men videolarimda reklama zo'r chiqdi deganda mana bunaqa kommentlar qoldirishadi. Hech kim menga bir tiyin pul bermaydi. Va bu kitoblarni Telegram kanalimdan olishinglar mumkin. Lekin Telegram kanalimga bu bilan obuna bo'linglar demayapman. Faqat shu kitoblarni olib qolishinglar uchun o'sha kanal silkasini bugun qo'yib qo'yaman.